Onamizning qalbi biroz bo'lsa-da tiniqlashdi, qarang. Bu video barcha farzandlar uchun. Har birimizning onajonimiz bor, to'g'rimi? Va keling mana shu shaffof suvni onamizning qalbi deb hisoblaymiz. Chunki onalarning qalbi har doim farzandiga nisbatan mana shunday shaffof, xafa bo'lishni bilmaydi. Bir lahza bo'lsa-da dil og'risa-da, lekin biroz o'tib baribir farzandini kechiradi. Ana endi biz farzandlar ba'zan noto'g'ri xatti-harakatlarimiz yoki dag'al qo'pol so'zlarimiz bilan qalblariga mana shunday xiralik beramiz. Va biz keyin nima qilamiz? Ayb ish qilganimizdan keyin kechirim so'rashga o'tamiz. Kechirim so'rash bu qoshiqni aylantirib harakat qilish deb hisoblasak. To'g'ri, biz kechirim so'rashga harakat qildik va onamizning qalbi biroz bo'lsa-da tiniqlashdi, qarang. O'z holiga keldi deyarli. Lekin suvni ichib ko'rsam-chi, u juda ham sho'r va yoqimsiz. Ya'ni o'sha asl suvdagi shaffof beg'ubor ta'm yo'qoldi. U sho'rlashdi, ya'ni g'am anduh o'tirdi unga endi. Biz kechirim so'ragan bo'lsak-da izlari qoldi. Shuning uchun men istardimki, har bir farzand, ota-ona bo'lganlar ham farzandmiz, ota-onamizga nisbatan gap so'zimizda, xatti-harakatlarimizda juda ham e'tiborli bo'laylik. Zotan bu suvni shaffof holatida saqlasak, o'zimizga darmon, o'zimizga ko'p yillar kerak bo'ladi. Uni qanchalar tuntlashiga, sho'rlashiga harakat qilsak, onajonlarimizni qalbi shunchalar tez ado bo'ladi. Onalarimizni ehtiyot qilaylik.